Bu yerda ko'rishingiz mumkin, anchadan beri vitrinaga chiqishga uspet qilmayotgan 8+ Sigma brendini avtomat bu yerda kromkasi hisoblanadi. Hamma funksiyalarimiz displey orqali bajariladi. Necha metr uryapti, nechta detal o'tyapti, 3 xil pozitsiyada, 3 xil tezlikda ishlatsanglar bo'ladi va o'zingizga kerakli bo'lgan 4 xil razmerni bu yerda qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun standart ishlatiladigan 04, 06, 12 razmerlarni qo'yib qo'yasizlar va mana shu o'zidan buyruq asosida ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Bu eng full pozitsiyadagi kromkamiz hisoblanadi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana shu aytganim pnevmatikamiz hisoblanadi. Buni paytida $2200, $2000 dan sotganmiz. Hozirgi kunda Xorazm filialimizda $1700 ustanovkalar bilan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, kromka yopishtiradigan qozonlarini qo'lurtan qildirganmiz. Ortiqcha kelayli yopishib, chaqish bo'lib qolish holatlari bo'lmaydi va samigilamli hamma arralarning bo'yi standart o'zi 78 sm bo'ladi. Bu arralarning bo'yi 84 sm, ishlashga ancha qulay. Assalomu alaykum hurmatli Stanok.uz obunachilari, kuzatuvchilari. Biz bugun Xorazmdagi Urganch filialimizga tashrif buyurganmiz. Sizlarga hozir do'konimizni birma-bir stanoklar bilan tanishtirib boraman to'liq. Undan oldin sizlarga adresni qisqacha tushuntirib ketsam. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda Obilgayi mostimiz. Obilgayi mostidan tushishinglar bilan chap qo'lli Sanoatchilar ko'chasi bo'ladi. Sanoat ko'chasiga kirishinglar bilan chap qo'lli hamma bilgan, hamma tanigan mebel jihozlari do'konimiz. Olimjon akam o'zlari shu yerda xizmatdalar. Bemalol kelib, tashrif buyurib, hamma ishlarni shu yerda bitirib ketsanglar bo'ladi. Ana endi sizlarga do'konni bir qator stanoklar bilan tanishtirib ketamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, anchadan beri vitrinaga chiqishga uspet qilmayotgan 8+ Sigma brendini avtomat, pol avtomat bu yerda kromkasi hisoblanadi. Bu pnevmatika hisoblanadi, razmerlarni o'zi alishtiradi. Birin-ketin agregatdan tushuntirib ketadigan bo'lsam, bu yerda hamma funksiyalarimiz displey orqali bajariladi. Necha metr uryapti, nechta detal o'tyapti, 3 xil pozitsiyada, 3 xil tezlikda ishlatsanglar bo'ladi va o'zingizga kerakli bo'lgan 4 xil razmerni bu yerda qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun standart ishlatiladigan 04, 06, 12 razmerlarni qo'yib qo'yasizlar va mana shu o'zidan buyruq asosida ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Detallar qalinligi 16, 32, 40 larning hammasi displey orqali bajariladi. Ortiqcha harakat, ortiqcha nalatga, ortiqcha rasxod degan narsalar unaqa muammolar bo'lmaydi. Xo'p, tanishtirib o'taman. Birinchi agregatimizda kromka haqqini oladigan frezasi, almazniy tig'la qo'yilgan, uncha-munchaga tupoy bo'lib qolavermaydi. Bemalol kuniga 4000-5000 metr bosib, hozirgi kunda o'zimizning konver seximizda ham turibdi. 6 oydan beri xizmat qilyapti. Hali umuman frezasi tupoylashgani yo'q. Va keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, kromka beradigan agregatimiz va dazmollaydigan agregatlarimiz va bu yerda qo'shimcha ko'rishingiz mumkin, teng vazifalari bor. Qish kunida detal qizib kelgan holatda bu yerda kromka sovuq kelsa, yaxshi yopishmaydi. Shuni hisobiga teng qo'ydirganmizki, kromkani ham qizdirib, bir tekisda bir me'yoronida yopishadi. Va bu yerda keyingilarini ko'rsanglar bo'ladi. Bu tarsovkalarimiz hamma biladi. Tepa pasini, bosh oxirsini taqab uzadigan agregatlarimiz va bu yerda eng asosiysi tepa pasini amal qiladigan frezalarimiz, sikllar va bu yerda 4 ta burchagini round qiladigan agregatimiz 8-agregat hisoblanadi va undan keyingisi polirovkadan o'tib, xudo xolisa detallarni tayyor holatda chiqarib beradi. Bu eng full pozitsiyadagi kromkamiz hisoblanadi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana shu aytganim pnevmatikamiz hisoblanadi. Xo'p, hozirgi kunda buni 19 ming sotyapmiz. Kelsanglar do'konimizda kelishtirib, hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa vintoy kompressorlari bilan chiroyli narxlarda qilib beramiz. Va bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, sexli uchun mo'ljallangan shtablorlarimiz bor, ruchnoy roxlalarimiz, chang tortadigan vichkalarimiz va bu yerda vintoy kompressor uchun 1000 litrli bachoklar ham qo'yib qo'yganmiz. Xo'p, kelinglar, do'konimizni birin-ketin sizlarga tanishtirib boraman. Do'konga kirib kelishinglar bilan bu yerda sizlarni chapda vintoy kompressorimiz kutib oladi. Bu 7,5 kW inverter motor hisoblanadi va bu yerda ashushitelari bilan, o'zini komplektida filtrlari bilan buni $2000 sotganmiz. Hozirgi kunda 1900 ga ustanovkalari bilan Urganch shahridan kelib bemalol do'konimizdan xarid qilsanglar bo'ladi va bu yerda stanoklar uchun kerakli barcha jihozlarimiz bor. Duxpilka uchun, kromka uchun 8-2, 9-2 katta agregatdagi kromkalar,
raspilla hamma kerakli bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi, zapchaslari bemalol bor. Xo'p, bu yoqda kromkadan boshlaymiz. Ko'rsanglar bo'ladi, hozirgi kunda endi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yayotgan akalarimiz uchun, ustakalarimiz uchun eng hamyonbop narxda kromkada tushuncha hosil qilish uchun, kromkani o'rganish uchun eng zo'r chiqqan hozirgi kromkalardan Edge Master Mini deyiladi. Sigma brendiniki bu ham. Обязательно mana bu yoqda yaqinroq kamerani olib kelib, har bitta agregatlarni tanishtirib chiqsangiz bo'ladi. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi, bu yoqdan kromka yopishadi, bu yoqda shpindelli qildirganmiz, tepa pastini amal qiladigan frezalarimiz va polirovkadan o'tkazib chiqarib beradi. Bu yoqda urib qo'ygan detallarimiz bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu 5 agregatli hisoblanadi, yopishtiradi, tepa pastini bosh oxirsini taqa buzib, tepa pastini aval qilib, polirovkadan o'tkazib chiqarib beradi. Buni paytida $2200, $2000 dan sotganmiz. Hozirgi kunda Xorazm filialimizda $1700 ga ustanovkalar bilan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu ham Sigma brendining 5 agregatli kromkasi hisoblanadi. Xo'p, buni narxiga to'xtaladigan bo'lsam, buni 5400, 5,5 dan sotganmiz. Hozirgi kunda Xorazmdan Urganch filialidan 4900 ga chang tortadigan vichkasi ustanovkalari bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Buni ham kafolatlari 2 yil bo'ladi. Xo'p, mana bu endi kromkamiz eng trendga chiqayotgan, hozirgi kunda Urganch o'ziga 15 ta 20 ta kamida sotganmiz. Bemalol kelib, mana shu ustanovka jarayonlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Buni sizlarga bir qator tushuntirib berib ketaman. Buni tushuntirmasam bo'lmaydi, chunki boshqa 7 agregatli kromkalarda ancha-muncha farqli tomonlari bor. Birinchi o'rinda displeydan tanishtiradigan bo'lsam, bu yoqda o'sha nechta detal o'tyapti, necha metr uryapti, 16-32 razmerligi detalli qalinliklarni hammasini displey orqali bajarsanglar bo'ladi. Oldinlari bu yoqdan bajarilardi, ruchnoy. Xo'p, keyingisi kromka haqqini oladigan frezalarni oldingiga o'xshab bu yoqdan o'zingizlar orqa oldiga surib yurmaysizlar. Bu yoqdan bir dona mana knopka orqali orqa oldiga bemalol surib boshqarsanglar bo'ladi. Ortiqcha nalatkalar qilib yurmaysizlar. O'zgarib ketish holatlari bo'lmaydi va bu yoqda moy nasos haydaydigan bachoklarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu o'sha avtomatlashtirilgan, oldingiga o'xshab hamma yog'idan moy oqizib, unaqa bo'lib yotmaydi. Xo'p, keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, kromkamizni kile yopishtiradigan etapi. Bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Kromka yopishtiradigan qozonlarini qo'lurdan qildirganmiz. Ortiqcha kilaylar yopishib, chaqish bo'lib qolish holatlari bo'lmaydi. Bemalol o'zi erib, cho'tki holatda, xudo xolasa kromkani yetkazib beraveradi kilaylarni. Va bu yoqda teng qo'shtirganmiz. Bunga ham o'sha kromkani qizdirish uchun bemalol qish kunida ham kromkalarni qizdirib, cho'tki holatda yopishtirib beradi. Keyingi etaplar o'sha tarsovkalarimiz va bu yoqda ortiqcha kilaylarni, ortiqcha bu yoqda tozalash uchun freza qo'shtirganmiz. Frezalardan o'tib, polirovkadan o'tkazib chiqarib beradi. Buni ham kafolatlari 2 yil bo'ladi. Xudo xolasa, buni $7400 sotganmiz. Hozirgi kunda 7200 ga chang tortadigan vichkasi ustanovkalari bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan boshlaydigan bo'lsak, bu 7,5 kW vichkamiz. Katta kromkalarga, katta roverlarga bu обязательно muhim hisoblanadi. Bu $530, $550 dan sotilgan, $500 dan kelib, bemalol hozirgi kunda xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda katta kichkina hurmatlarimiz uchun, ustakalarimiz uchun lobzilarimiz. Bu MG346 $1200 sotilgan, $1050 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda 345 modelimiz $900, $1000 sotilgan, $880 yozib qo'yishgan, $850 dan kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bemalol nalichida mavjud. Xo'p, bu yoqda asosan ustalarimiz ishlatadigan do'xpilkalarga to'xtalamiz. Biz hozirgi kunda Sigma zavodi bilan ancha yildan beri ishlab kelyapmiz, chunki bu bizani tajribamizdan o'tdi, shu paytgacha uyaltirib qo'ymadi. Xudo xolasa bemalol mijozlarimiz ham mamnun. Xo'p, bu yoqda Sigma S Plus modelimiz ham uslugiga, ham ishlab chiqarishga eng chapani tepib ishlatadigan stononkamiz shu hisoblanadi. Hozirgi kunda eng xadovoy arralarimizdan hisoblanadi. Arrada bilasizlar, eng astronomiya narsalar ves bilan diagonal javob beradi. Buni diagonallari ancha baquvvat ishlangan, ortiqcha nagruzkalar tushmaydi. Kafolatlari 2 yil bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Karetalari ham ancha ishlashga qulay, enli qilib ishlatilgan va samigilamning hamma arralarning bo'yi standart o'zi 78 sm bo'ladi. Bu arralarning bo'yi 84 sm, ishlashga ancha qulay. Ko'rishingiz mumkin, mana ham bo'yin baland bo'lgan holatda ham bemalol ishlata olaman.
o'ng tomon lineykalarimiz ham 1.35 qildirilganmiz. Ishlashga ancha qulay. Diagonal shtangalari ham ancha baquvvat. Prochni o'ziga qotadi. Ortiqcha naguzga tushib, olib ketish holatlar bo'lmaydi. Buni narxini tanishtiradigan bo'lsam, buni $3000 dan sotganmiz. Chang tortadigan kichik ustanovkalar bilan hozirgi kunda $2800 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Komplektida ona bola arralari, zajimlari, ponni nabolari bilan chiqadi. Xo'p, bu yerda Sigma Start arramiz, ana ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan kuniga 25 ta 30 ta list kesadigan mijozlarimiz uchun eng hamyonbop, eng zo'r arralarimizdan hisoblanadi. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Chang tortadigan michkani o'chirib yoqadigan knopkalari, kodlardan tushirib chiqaradigan knopkalari va upravleniyalari mavjud. Buni narxini $2500-2600 sotganmiz chang tortadigan michki ustanovkalari bilan hozirgi kunda $2400 ga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizani freza kutib oladi 5117 ko'rishingiz mumkin. Obnalichka, plins uchun eshikni frezalarni osish uchun mo'ljallangan 5117 modelimiz. Buni hamma biladi, 5115 katta model hisoblanadi. Buni 1100-1200 dan sotganmiz. Hozirgi kunda $1000 ga kelib, chet o'zidan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Toshkentga ovora bo'lib, yo'l kira sarf qilib, vaqtinglarni, samigalarni, qimmatli vaqtinglarni ketkazishinglar shart emas. Va bu yerda 802 modelimiz ko'rsanglar bo'ladi. Eng kichkina kromkani endi ish boshlab, kuniga 100 metr, 150 metr nima desa bo'ladi, lyubitillarimiz uchun kromkamiz hisoblanadi. Paytida 1300 sotilgan, hozirgi kunda $1150 ga ustanovkalari bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda 220-380 da harakatlanadigan sharnil avtomatimiz hisoblanadi. Buni ortiqcha tarif berib o'tirish shart emas. Buni $700 ga 220 da harakatlanadiganini 380 dagini $650 ga xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Va qolgan turdagi stanoklarimiz ham bor. Do'konimizga showroom sal kichkina bo'lganini hisobiga sig'magan. Bemalol o'zimizga murojaat qilib, bu yerda har doimgidek Urganch filialimizda Sarvarbek ham xizmatdalar. O'zlariga bemalol tashrif buyuraverasizlar. O'zlari postoyanniy shetda xizmatdalar. Kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beraveradilar. 24/7 aloqadalar.